Yo'ran erkak bilan perka hammasini bir boshdan stroy solib bir kunda urishaman. Oddiy uchun urishmayman. Shahzod ukam yutqazgani uchun or bilasizlar o'zi or uchun or talashib kelgan. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqim. Mana boy qachon deb zaprozlarni to'lib ketdi. Mana sizlar kutgan kun keldi o'sha kun. Mana Oktagon Liga boyida ko'rilgan Shahzod ukam suluchayni yutqazib qo'ydi. 100% yutish kerak edi. Meni bilasizlar o'zi or uchun or talashib kelgan bo'laman. Men unday prosta tak chiqib urushmayman. O'zbekiston or uchun mana Rossiyalarda urushdik, boshqa joylarda urushdik. O'zbekistonda nima deydi, bayrog'ini yuksakka ko'tarib, O'zbekistonda ota-bobolarimiz qanday odam bo'lganini isbotlash uchun men urushganman-da, pul uchun urushmaganman. Mana hammalaring bilasizlar. Mana boylarimni ko'rgan, meni ashaddiy muxlislarim 5-6 yildan beri. Men bu takishda oddiy uchun urushmayman. Shahzod ukam yutqazgani uchun orim kelib, u ham sulchayni yutqazdi. Orim kelib urushmoqchiman. Agar Oktagon Liga men mana shu bola bilan boy qilib bersa, birinchi raunddan o'tmaydi. Javob beraman. Hop bundan keyin erkak bolani kelaman. Boshqasiga sizlarga media kerakmi? Mediasini ham qilamiz, boyda ham qilamiz. O'zi xalq zerikdi. U bo'lmasin, haqiqiy bayisni bersin. Birdan yor teshaveraylik. O'zbekiston xalqi mana padishka qiladigan joyi keldi. Haqiqiy sportsmen qaytsin deyman. Arston qaytadi. Korol vernulsa. Haqiqiy sher, birovlar bo'ri emas. Haqiqiy sher mana yerda billa. Mana haqiqiy sher chekkada jim yotadi. Mana unday vayron bo'lsa chiqib hammasini bir boshdan to'xtatadi. Mana Arston qaytdi. O'zbekiston padishkada bo'lingizlar, bu ham yo'ran erkak bilan perka hammasini bir boshdan stroy solib bir kunda urishaman men ular bilan.